Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yangi suiqasd, Moskvada yana bir general tinchitildi. Yana bir davlatda katta to'polon boshlandi. Chuqur xavotirdaman. Guterrish yaqin sharqdagi vaziyat bo'yicha bayonot berdi. Yaqinlaringizni xursand qilishni xohlaysizmi? Sizga kutilmagan qo'ng'iroq xizmatimizni taklif qilamiz. Ota-onangiz, do'stlaringiz va barcha yaqinlaringizga sizning nomingizdan eng samimiy va eng ezgu tilaklarni unutilmas tarzda yetkazib beramiz. Tug'ilgan kun, bayram tabriklari, uzrnomalar va shu kabi barcha xizmatlar bizda mavjud. Chet davlatda yurgan yaqin insonlaringizga ham tabriklar yo'llab beramiz. YouTube'dagi kutilmagan qo'ng'iroq kanalimizda bizning xizmatlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va hoziroq tabriklarga buyurtma bering. Yangi suiqasd, Moskvada yana bir general tinchitildi. 9-iyun kuni ertalab soat 5:30 atrofida Moskva tashqarisidagi Balashixa shahrining aviatorlar mikrorayoni Kaldunov ko'chasida BMW X3 rusumli avtomobil portladi. Portlash mashina avtoturargohdan ketayotganda ro'y bergan. Uning haydovchisi voqea joyida halok bo'lgan. Moskva oblasti tergov qo'mitasi va prokuratura Balashixada portlash ro'y berganini tasdiqlagan, ammo halok bo'lgan haydovchi shaxsini keltirmagan. Tergov qo'mitasi holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini xabar qilgan, ammo ish aynan qaysi modda bo'yicha ochilganiga aniqlik kiritilmagan. Manbalarga ko'ra, halok bo'lgan shaxs Rossiya Mudofaa vazirligi bosh raketa artilleriya boshqarmasi boshlig'i Damir Davidov edi. Bu haqda dastlab VCK-OGP Telegram kanali yozdi. Xabarda Davidov general-leytenant ekani aytilgan. Keyinroq Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi Sergey Sternenko, shuningdek Ukrainadagi Insider UA nashri ham bu ma'lumotni takrorladi. Astra Telegram kanali manbasiga ko'ra, avtomobil ostiga qo'lbola portlovchi qurilma joylashtirilgan. Kommersant ma'lumotiga ko'ra, bu trotil ekvivalentida taxminan 500 gram quvvatga ega qurilma bo'lgan. Damir Davidov Meratvarich sayti bazasiga kiritilgan. Ukrainadagi resurslarga ko'ra, Davidov 57 yoshda bo'lib, u Penza 19 shaharchasida o'sgan. Uning otasi Rafael Davidov yadroviy raketalar ishlab chiqariladigan Start ishlab chiqarish birlashmasida ishlagan. Rossiyadagi resurslarda Davidov haqidagi ma'lumotni Mudofaa vazirligining Krasnaya Zvezda gazetasining 2009-yil dekabr oyidagi maqolasida uchratish mumkin. U yerda uni Mudofaa vazirligi raketa artilleriya bosh boshqarmasining 51-arsenali qo'shidagi markaziy sinov texnik byurosi komandiri bo'lgan polkovnik deb ko'rsatishgan. Davidov tilga olingan yana bir xabar 2019-yilga mansub bo'lib, u o'shanda Rossiya Mudofaa vazirligi harbiy delegatsiyasi tarkibida Qozog'istonga bosh raketa artilleriya boshqarmasi boshlig'i lavozimida kelganda. Rossiya huquq-tartibot idoralari hozirgacha Balashixadagi portlashda halok bo'lgan shaxsning ismini ochiqlamadi. Agentство qayd etishicha, ilgari shunga o'xshash holatlarda suiqasd qurbonlarining ismlari shu kunning o'zida ma'lum bo'lgan. Ushbu portlash ro'y bergan Balashixadagi aviatorlar mikrorayoni avval boshdan harbiy pensionerlar kvartali bo'lishi rejalashtirilgandi. Bu yerda 2025-yil aprelida ham Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh operativ boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Yaroslav Moskalikning avtomobili portlatilgandi. Tergov qo'mitasi o'shanda Ukraina xavfsizlik xizmati topshirig'i bilan sodir etilgan terakt yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan. Uning ijrosi sifatida Ignat Kozin hibsga olingandi. O'sha yil noyabrda u umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yana bir davlatda katta to'polon boshlandi. Shimoliy Irlandiya poytaxti Belfast shahrida 8-iyun oqshomida sodir bo'lgan qurolli hujumdan so'ng muhojirlarga qarshi namoyishlar boshlandi. Niqob taqqan namoyishchilar shahardagi uylar va transport vositalariga o't qo'ydi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 9-iyun oqshomida yuzlariga niqob taqqan erkaklar Belfastdagi migrant oilalarining uylariga o't qo'ygan. Shimoliy Irlandiya bosh vaziri Michel O'Neill bu hodisani keskin qoraladi. Namoyishlarga ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qurolli hujum video sabab bo'lgan. Videoda bir kishining bo'yin va bosh qismiga pichoq bilan og'ir jarohat yetkazilgani aks etgan. Shundan so'ng yuzlab namoyishchilar politsiyaga hujum qilgan va bir nechta joyda transport vositalarini yoqib yuborgan.
BBC telekanali tarqatgan videoda politsiya xodimlari yonayotgan uydan bir oilani qutqarib chiqayotgani ko'ringan. Bugungi hujumlarni oqlab bo'lmaydi. Niqobli erkaklar guruhining uylarini yoqib yuborishi bu qo'rqoqlikdir, dedi Michel O'Nil o'z bayonotida. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer 8-iyun oqshomida Belfast shimolida sodir bo'lgan qurolli hujumni ko'ngilni aynitadigan hodisa deb atadi. Bu voqealar Buyuk Britaniyada migrantlarga nisbatan keskinlik kuchaygan vaqtga to'g'ri keldi. Bundan avval politsiya tomonidan qo'llari kishanlangan va pichoq zarbidan vafot etayotgan talaba voqeasi shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Mamlakatda immigratsiyaga qarshi noroziliklar tez-tez bo'lib turibdi. Populistik partiyalar Britaniyaning boshpana berish siyosati tufayli mamlakatga xavfli odamlar kirib kelayotganini aytmoqda. Politsiya Belfast bo'ylab namoyishchilarga qarshi zirhli mashinalarni ishga soldi. BBC xabariga ko'ra, 100 ga yaqin erkakdan iborat guruh Belfast shahridagi ko'chada uylarning eshik va oynalarini sindirgan. Ularni faqat qora tanli bo'lgani uchun uylardan haydashmoqda, dedi mahalliy aholi vakillaridan biri Jek Makki BBC nashriga. Pichoq bilan hujum qilishda gumonlanayotgan shaxs 30 yoshli Sudan fuqarosidir. U 9-iyun kuni kechqurun odam o'ldirishga urinish, jamoat joyida tig'li qurol olib yurish va o'lim bilan tahdid qilishda ayblandi. Erkak 10-iyun kuni Belfast sudida javobgarlikka tortilishi kutilmoqda. Shimoliy Irlandiya politsiyasi bosh komissari yordamchisi Ryan Andersonning ma'lum qilishicha, hujum tufayli 40 yoshlardagi erkak og'ir jarohat olgan. Uning ko'zi, yuzi va orqa qismiga pichoq bilan jarohat yetkazilgan. Voqea joyidan oshxona pichog'i topilgan. Videolarda politsiya yetib kelgunga qadar bir nechta fuqarolar hujum qilgan shaxsni to'xtatishga uringanini ko'rish mumkin. Politsiya rahbarlari ushbu fuqarolar jabrlanuvchining hayotini saqlab qolganini bildirdi. Chuqur xavotirdaman. Guterres Yaqin Sharqdagi vaziyat bo'yicha bayonot berdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Yaqin Sharqdagi mojaroning keskinlashishi munosabati bilan yangi bayonot berdi va tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. Men Yaqin Sharqda keskinlikning qaytadan avj olishidan chuqur xavotirdaman. Barcha hujumlar zudlik bilan to'xtatilishi kerak. Livan, Eron va G'azo sektoridagi sulhga to'liq rivoya qilinishi lozim. Hozirda olib borilayotgan diplomatik harakatlarga putur yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday qadamlardan qochish zarur, dedi BMT bosh kotibi. U shuningdek Isroilning G'azo sektoriga olib boruvchi nazorat o'tish joylarini yopish qaroridan chuqur tashvishda ekanini aytgan. Butun G'azo sektori bo'ylab gumanitar yordamning tezkor, xavfsiz va to'siqlarsiz harakatlanishini ta'minlash uchun barcha o'tish joylarini zudlik bilan ochishga yana bir bor chaqiraman. Xalqaro huquqqa muvofiq kemalarning suzish huquqi va harakatlanish erkinligi hurmat qilinishi shart, dedi Guterres. Uning so'zlariga ko'ra, har bir tomon xalqaro huquq doirasidagi o'z majburiyatlariga amal qilishi va tinch aholini himoya qilish uchun barcha ehtimoliy ehtiyot choralarini ko'rishi lozim. Yaqin Sharqdagi mojarolarning harbiy yechimi mavjud emas. Oldinga boriladigan yagona yo'l bu muloqot va muzokaralardir. Men barcha manfaatdor tomonlarni mintaqaviy hamda xalqaro tinchlik va xavfsizlikka xizmat qiluvchi diplomatik yechimlar ustida ishlashga chaqiraman, dedi BMT bosh kotibi.